Alo ayasi, 4 yil deganda Rossiyadan ishlab keldim. Qizimiz ham katta bo'lib qolgandir, ha? Ha, qizimizni ham hozirgina uxlab qoldi. Uxlayapti. Unda tush. 1460 kun onlayn sog'inganim yetadi. Meni baliqcham hozir boraman. Ayasi, dardlarimni darmoni. Suzulmasdan qoching. Assalomu alaykum dadamjonim. Yaxshi ko'rdingizmi? Onangni yuri. 1 minutda enangni erini armoniga aylantirib qo'yding, qizim. Yuringlarchi uyga qani. Odam yomon sog'indi-yu, dada. Meni mana shunday keldim, ona qizim. Ona qizim, hatyab 2 kunda bir uxlagin. Yo'q. Qizim, uxlamasang Bobikka berib yuboraman. Mana Bobik keldi. Aya, dedikimisiz? Dadam ko'guncha rasomolga o'xshab kuydirdingiz. Endi itga aylab oldingizmi? Meni baribir uxlata olmaysizlar. Cho'chu atam. Rossiyadan rosa cho'chu bo'lib keldim. Biz ham dam olaylik. Oxiri yuragim yorilib o'lar ekanda qizim. Shu kunlarda yuragim boshqacha uryapti. Voy, bo'ldi qizim. Dadang kelguncha qilmagan qiliqlaringni endi qilma erkalik qilib, boring dadasi chiqing uxlaydi. Chiqing. 3 kundan beri uxlamaysan. Zo'r. Uxlatsang bo'ldi, eplasang bo'ldi ayasi hozir. Voy onasini emsan. 4 yilda mana shu eklar ham yomon kuchayib ketibdi. Shampun, dush gel, ayniqsa shu soqol oladigan kremi bilan penkasi menga juda yoqdi. Betimni yumshoq achilgan tuxumdek qilib qo'yapti. Bir yo. Ayasi uxladimi? Uxladi. Arra uxlatib oldi. Alla yo'q. Meni alla yo'q. Ya ayasi? Ha, dadasi, uxlamadingmi Rayhon? Men yana qaytib ketdim Rossiyaga. Hatyobi turib o'rningda meni kuzatib var Rossiyaga. Nimaga ketasiz? O'zi endi keldingiz-ku dadasi. Qizing yerga tegayotganda chaqirasan. Menimcha bu qizing hali uxlamaydi. Onasini emsin. Endi uxlamoqchi edim.